Sizdachi, shu desanglar, erimni istoriyasiga bitta qiz kirib, like bosgan, publikatsiyasiga bosgan, kommentariy yozgan, olovlar, bunaqa smayliklar, Telegramdagi nomeri ham bor ekan, Telegramdagi istoriyalariga likelar bosgan. Aka yaxshimisiz deb yozadi. Endi erim javob yozyaptimi yo'qmi bilmayman, lekin yonimda yozmaydi. O'chirib ketayotgandir balki yozgan. Oxiri yozdim, nima xohlayapsan, kimsan dedim. Desam, siz meni noto'g'ri tushundingiz, eringiz meni akam bo'ladi. Nima duang? Kiming bo'ladi? Uyingizga sehr qilinganni 4 ta alomati oxirida davosini aytib ketaman. Birinchi alomat, agar uyingizga sehr qilingan bo'lsa, bu uydan janjal tinmaydi. Har kuni urush, xotin, aka uka, ona bola. Lekin uydan chiqishi bilan hamma ahil inoq. Ikkinchi alomati, ko'chadan yaxshi bo'lib kelasizda, uyga kirsangiz boshingiz og'rib qoladi. Oyoqlaringiz og'riydi va dangasaligingiz tutib qoladi. Hech narsa qilgingiz kelmaydi. Va uydan chiqishingiz bilan hammasi yana yaxshi. Uchinchi alomat, uyingizga kelgan mehmon bosh og'rig'iga shikoyat qiladi va uyingizga mehmon kelmay qo'yadi. Oldinlar hamma qarindoshlaringiz ayolingiz sizga turmush o'rtoq bo'lib kelgan paytda, bu kelinlik paytini eslang, qanaqa chiroyli edi. Qanaqa sarvqomat edi. Siz ko'rayotgan o'sha sarvqomatlardan ham sarvqomat edi. Siz o'sha internetda tomosha qilib o'tirgan go'zallardan ham go'zal edi. Sizni bolalaringizni tug'aman deb, sizni zurriyotlaringizni dunyoga keltiraman deb, to'lg'oq azobiga chidab, tishini tishiga qo'ygan paytda tishlari sinib tushdi. Kechalari yarim tunda uyg'onib, bolangizga alla aytgan. Hozir sizni nechta odam yaxshi ko'radi? Pul topmay qo'ysangizchi, nechtasi qoladi? Umuman ish qilmay qo'ysangizchi, nechtasi? Agar uzoq vaqt kasal bo'lib yotib qolsangizchi, nechta odam sizni yaxshi ko'radi? Katta ehtimol bilan oxirgi vaziyatda faqat eng yaqin odamlarimizgina oldimizda qoladi. 2-3 yil oldin tushunib yetdimki, mana shunday haqiqiy meni yaxshi ko'ruvchi odamlarga men xarakterimni qora va yomon tomonlarini bemalol ko'rsatar ekanman. Aslida ular eng yaxshi munosabatimga loyiq odamlar emasmi? Qaror qildim. Bugundan boshlab meni chin dildan yaxshi ko'radiganlarimni avaylab, alamimni o'sha alamga sabab bo'lgan odamlarni o'zidan olaman. Hayotimda ko'p narsa yaxshilashdi. Ana shuni tugab qolmasin deb sekinlik bilan yalab 3 soat yurdik. Bular shukr qilmaydi. Bironta boyroq qarindoshimiz kelib qolib, olinglar bolalarga marojniga pulni berarmikin deb umid bilan o'tirardi. Bularga marojni oldisa, olib borib xolodilnikka solib qo'yaman, yegim kelganda yeyman deydi. Ana ikkalasi ana. Nima bo'lyapti? Zamon o'zgardimi, bolalar o'zgardimi? Nima bo'ldi? Nima uchun kelin qaynotani xizmatini qilish kerak deydi birov. Men unga aytaman, nima uchun qilmasligi kerak? Kelin 18 yil, 20 yil onasining uyida erka bo'lib yashab keldi. Tayyor uy-joyga, boquvchiga uylarni qurdi, qaynota yangi uy o'zi kirmaydi, o'zi eshikda turadi-da, kelinni kirgizib qo'yadi. Kelin uni bolalari bilan yashaydi-ku. Dadam menga doim sendan ko'nglim to'q visol derdi. Og'ir bosiq, mehnatkash, shirin suxan qiz bo'lganim uchun aytmagan. Men urushqo'roq bo'lganman. Kichkinaligimdan urushqo'roq edim. Ya'ni hech qachon bir o'zimdan o'zim urushib ketmasdim, lekin haqqimni bermasdim. Kimdir menga nohaqlik qilsa, kimdir asabim bo'lsa, обязательно reaksiya qilardim shunga. Hech qachon mazam bo'lmay turgan bo'lsa yoki kayfiyatim yo'q bo'lsa, ish qildira olmagan menga hech kim. Yo'q, ish qilmayman, mazam yo'q, o'zimni yaxshi his qilmayapman deb turib olardim. Dadam mana shu filmni, mana shu xarakterimni yaxshi ko'rardi. O'zlaringni haqlaringni ajratib o'rganinglar. Zulm qilayotgan odamni zulmiga chidash, mana shu ishing to'g'ri deb unga ko'rsatish. Bir-ikki marta nohaqlik qilganda ko'ziga ko'rsatib qo'ysang, o'sha ish noto'g'riligini o'zi anglab, sekin-sekin tarbiyalanishni boshlaydi degandi dadajonim. Men shunaqa zo'r odamning qiziman. Men dadam ismi Jabborov Ilhom Pardaboyevich.